Hammamiz uyimizda keraksiz va ortiqcha kiyimlar bor. Ularni shunchaki tashlab yuborishga esa ko'zimiz qiymaydi. Bugungi videoda aynan keraksiz bo'lgan kiyimlardan qanaqa qilib skidka olishni sizlarga o'rgataman. Bu videoim Amerikadagilarga yoki O'zbekistondan uzoqda yashaydiganlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Demak, farzandlaringiz kichkina bo'lib qolgan yoki o'zingizga keraksiz bo'lgan kiyimlaringizni ajratasiz va sizga yaqin bo'lgan H&M magazinlariga olib kelasiz. Aytgancha, kelish oldi H&M'ning ilovasini telefoningizga ko'chirib oling va ma'lumotlaringizni kiritib, ro'yxatdan o'ting. Magazinga kirganingizda to'lov bo'limlari oldida ahamiyat bersangiz, mana shunaqa donation qutilari bor. Xaridorlar o'zlari bilan olib kelgan keraksiz kiyimlarni shu qutiga joylab 15% vaucherni qo'lga kiritadi va navbatdagi xarid qilish jarayonida undan foydalanib keraksiz kiyimlar evaziga skidkalar olishadi. Siz topshirayotgan kiyimlar eski yoki yirtilgan bo'lishi mumkin. Bu ahamiyatli emas. Qolaversa, boshqa brendlarni ham kiyimlarini topshirsangiz bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, H&M'ga faqat o'zini tovarlarini topshirishingiz shart emas. Muhimi ularga mato topshirsangiz kifoya. H&M do'konlari dunyoning qayerida bor bo'lsa, bilingki, u do'konda albatta xayriya qutilari ham bor. Xullas, navbatdagi xarid paytingizda telefoningizdagi H&M ilovasiga tushirilgan QR kodli vaucheringizni ko'rsatasiz va sotib olish uchun tanlangan tovarlaringizni 15% skidka bilan xarid qilasiz. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring. Shuningdek, sahifamga obuna bo'ling. Akkauntimda siz Amerika hayoti bilan tanishib borasiz.